Sen shaxsiy narsalarimni hech kim ko'rmaydi deb o'ylaysanmi? Agar barcha xabarlaring kuzatilayotgan bo'lsa-chi? Uyg'on, internetda maxfiylik yo'q. Har bir harakating kuzatuv ostida. Google har kuni yuzerlari haqida 2,5 million terabayt ma'lumotlarni to'playdi. WhatsApp xabarlarini Facebook serverlarida saqlaydi. Apple qurilmalari bo'lsa mikrofondan ruxsat so'ramasdan foydalanishi mumkin. Ya'ni mikrofoningni o'chirib qo'y. Xo'sh, ana endi savol. Ma'lumotlaring qayerda? Telefoningda deb o'ylaysanmi? Yo. Mana bu saytni qara. Aynan shu saytdan seni shaxsiy ma'lumotlaring chiqib kelishining ehtimoli juda ham katta. Qo'shimcha fakt. 1 milliarddan ortiq akkauntlar shu paytgacha buzilgan va seni email yoki paroling ham tarqalgan bo'lishi mumkin. Sen rostdan ham xavfsizlikdaman deb o'ylaysanmi? Seni shaxsiy ma'lumotlaring nech pul turadi deb o'ylaysan? $10, $100. Balki mayli. Faktlar. Kredit karta ma'lumotlari $20 dan $50 sotiladi. Pasport nusxasi $100 dan $200 turadi. Va ijtimoiy tarmoqdagi akkauntlar $5 dan $15 narxida Darknetda sotiladi. Ular har doim bir qadam oldinda. Axborot urushi allaqachon boshlangan. Xo'sh, sen unda nima qilishing kerak xavfsizlikda bo'lish uchun? Maxfiylikni saqla, VPN ni ishlat, 2 bosqichli himoyani yoq, yangi parollarni yarat. Va unutma, VPNlar xavfsizlikni oshiradi, lekin 100% kafolat bermaydi. 2 bosqichli autentifikatsiya esa eng kuchli himoya vositalaridan biri. Xo'sh, ana endi savol. Kim hammasini nazorat qiladi deb o'ylaysan? O'ylab ko'r.